Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarlar kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda dahshatli suv toshqini bo'ldi, odamlar halok bo'ldi. Shoshilinch tezda xabardor bo'ling. Batafsil videoda. Afg'oniston bo'ylab kuchli yomg'irlar ortidan yuzaga kelgan suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 99 kishiga yetdi, ya'ni 154 kishi jarohat oldi. Bu haqida Afg'oniston tabiiy ofatlarga qarshi kurash milliy boshqarmasi vakili Yusuf Hamadanga tayanib Amud TV xabar berdi. Uning aytishicha, 26-martdan boshlab kuchli jala yomg'irlari keng ko'lamli suv toshqinlari va ko'chkilarga sabab bo'lgan. Bu esa ko'plab insonlar halok bo'lishiga hamda katta moddiy zarar yetishiga olib kelgan. Tabiiy ofat oqibatida mamlakat bo'ylab 5000 ta uy to'liq yoki qisman vayron bo'lgan, 355 kilometr yo'llar yuvib ketilgan. Umumiy hisobda 8532 ta oila zarar ko'rgan. Yusuf Hamadning qo'shimcha qilishicha, eng ko'p zarar ko'rgan hududlarga qutqaruv va gumanitar guruhlar yuborilgan bo'lib, ular favqulodda yordam tarqatish bilan shug'ullanmoqda. Zararning aniq miqdori hali baholanmoqda. Afg'oniston meteorologiya xizmati yaqin kunlarda ham kuchli yomg'irlar davom etishini prognoz qilgan va mamlakatning barcha 34 viloyatidagi chekka hamda xavfli hududlarda yangi suv toshqinlari yuz berishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Afg'oniston hududidagi Hindukush tog' tizmasi hududida sodir bo'lgan zilzila oqibatida Qobulda 8 kishi halok bo'lgandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.